Qiz keltirish kelishimi. Abdori G'ayrat O'shur. Hozirday desam, ikki yotchiniz o'ttirsida degilib bo'g'idek gaplar emas. Men sening ayoling bo'lganimda torting'udek, oyoq qilg'udek ishlar bo'lmay qoladi. Shu chaqda bil, dedi. Shuncha saqlabdi men. O'zim so'ygan qizning ippatli qiz ekanligini uqdim. Boshqa ishlar uchun yana abd saqlasam nim bo'pti? O'ylamabdiq. Kasalliklarning oldini olish punktiga kelsak, bugun dam olish kuni ekan. Boshliq yo'q bo'lib chiqdi. Faqat navbatchilik qilayotganlar bor ekan. Arzimizni qilolmay yenishga majbur bo'ldik. Murat aytdi. Sizlar to'yga tayyorlik qilamiz deb aldirash bo'lib ketisizlar. Odat to'y xati berdiganlar, doktorxonaniki isbot bo'lganda onandikin to'y xati berdi. Isbot chiqarib to'y xati olamiz deydiganmiz, to'yga ulgurmaslik mumkin. Shunga sizlar xotirjam ishinglarni qilaveringlar. Mening u yerlarda tunishtirim bor. Men amallik qilaman. Sizlarning avori bo'lib yurishinglarning hojati yo'q. U lozimliq material Shamsiya bilan birga tushgan to'yliq suratlarni ep qoldi. Biz bir g'amdan qutuldik. Qimmoqchi bo'lgan arzni to'ydan keyinga qoldirdik. Chunki vaqtimiz qis. To'y xitining ishi hal bo'lgan tursa, avorchiliklardan yiroq turganimiz yaxshi edi. Qimmoqchi bo'lgan ishlarimizni taqsimlab, o'z ishimiz uchun ayrilishdik. Bütün ishlarimiz o'ngishli bo'lib, to'y kunimi yetib keldi. Shamsiya qo'ldoshlikqa Ro'shangulni tanladi. Men bo'lsam Muratni tanladim. Bu yurtning qoidasi bo'yicha Shamsiyalarnikiga yetib keldik. Shuncha nomuschon qiz bugun yo'lvosning yurgini yeb olgandek. Dada, meni Shakirga qo'shib qo'yamsan yoki uyimda qilib qolamdiman? Deb dadisi savol tashladi. Dadisi, nima deysan qizim? Shakir seni biz to'yiga berib bo'lgandan keyin olib ketdi. Biz qaytishga majbur bo'ldik. Yo'lda Murat ozroq ishim bor edi, tugitib kelaman deb biz bilan xo'shlashdi. To'y pokiz bo'lib o'tdi. Biroq nima uchunkin Murat kelmay qo'ydi. Ko'nglim bir xil yerim. Uning bir kelishmaslik kamligida deb ansirash ichida qiz ko'chirish uchun Shamsiyalar choy berayotgan restoranga keldik. Ko'nglimni shuncha xushal tutay desam-mu, yurgim bir xil ansiz so'qatdi. To'yda bir ish yuz berdigandek. Holatimni tasvirlashga ojizlik qilatdim. Qo'rqqan ish oxiri yuz berdi. So'ringa Oygul paydo bo'ldi. Men bo'lsam, bugun xotin olmoqchi bo'lgan yigitning cho'ng xotini bo'laman. Demasmi, beshimdan tutun chiqdi. Nadim paydo bo'ldi ma shayton. So'rindikilar nima bo'g'ini anqiramay bir-biriga qarshib turib qilishdi. Men yo'q, ko'zimdan qon yo'q deb til soldim. Atrofimdagi cho'nglar, ota-onam, qiyin ota, qiyin onamlar ko'zimga ko'rinmadi. Uni urish uchun etildim. Boshqalar tutib oldi. Oygul qechishdi yo'q, qo'liq to'y xitigo deyman bir nimani elib. Tilla Shakir, obdan tilladim. Qo'limdagi ikkimizning to'y xiti. Buningdan 1 yil burun olgan tuqqu. Bo'lsa obdan birini urib ol. Hozirli qaysimizning sening qonunli xotining ekanligini ayirib qo'yish uchun qonun xodimlari keladi. Shular ayirib bersin bo'lmasa, dedi va beshimlik bilan dadamning oldiga berdi. Sizlar guvoh-ku dada? Qarasam, dadam qaridab turgan yerda qetib qopti. Nomussizning yuzini qizarmaydi ekan. Yurtda qolgan edi. Uning ustiga bu isbotnimi Oygul bijirgizgan. Dadam bijirib qo'yibdi deb akilib bergan. Uning rost yolg'onligimi noma'lum. Yerga kirib ketgan bo'schi atrofda kusur paranglar ovib ketdi. Degandek xalq ishlar tarmog'idagilar paydo bo'ldi. To'y buzildi. Ularning aytishicha Shamsiya bilan ikkimizning to'y xiti saxt ekan. Rost bo'lgan taqdirdimi Oygul bilan bo'lgan to'y xiti rost bo'lgani uchun men qo'shni nikohlanganlik jinoyati o'tkazgan bo'ladi ekanman. O'lmidim, boshqa beri bo'ldim. Tuyuqsiz qaysi kunki kasalliklarning oldini olish punktidagi men bilan paranglashgan xodim 2 soqchi bilan kirib keldi. Ular atrofga obdan sapsilib, gul qisib to'yliq kiyim kiygan meni nihoyat tez to'nib oldi va oldimga kelib. Shakir degansanmi? Ha. Biz seni saxt isbot yasagan, saxt to'y xiti bilan qo'sh nikohlangan degan gumon bilan tutib turmiz. Ma'lum qo'l qo'y.
oldimga sunilgan qog'oz qarab ko'ppidi yiqildi. Hushimga kelganimda doktorxonada ekanligimni bildim. Beshimda onam yig'lab o'ltiribdi. Ko'zimni ochganimni ko'rib bag'riga bosdi. Yig'lay desam-mu yosh chiqmadi. Onamning yig'isi to'xtaydigandek emas. Dadamning to'ydagi holati ko'z oldimga kelib so'rdim. Dadamchu. Onamning yodiga bir ish yetgandek o'rnidan tez turdi. Elimi yaxshi, ho'shingga kelding o'g'lim. Dadangga xush xabar yetkazay. Umu qon besimi o'rlab ketdimi? Yetib qoldi o'g'lim. Ammo ig'ir emas. Ansirmasangmi bo'ladi. Men sirtga chiqib kiray o'g'lim. Shamsiyachu. Onam duduqlab qoldi. Ondan tezli o'zini o'ngishib olib. Shamsiya qizimni sog' salomat. Ansirma. U shundoq dedi-yu, ko'zlaridan marjandek eqiyotgan yoshlarni mendan yo'shirish uchun yotoq sirtiga tez chiqib ketdi. Qaraganda Shamsiyaning holi xarob edi. Yenimni aqtursam, telefonim yenimda bor ekan. Ro'shangulga telefon qildim. Shamsiyaga nim bo'ldi? Ansirma. O'shunga kelgan bo'lsang yaxshi bo'pti. Men hozirlik qishingga kiraman. U shundoq debla telefonni qo'yibdi. Deganidek tezlik kirib keldi. Sen bo'lsangmi odamni xotirjam qilib turding. Ro'shangulning bu gapidan Shamsiyaning hushsizligini bildim. Xotirjam bo'l Shakir. Shamsiyami yaxshi bo'lib ketdi. Ana, uni qishingdagi yotoqda yotadi. Deb yondik yotoqni ko'rsatdi. Uni ko'rib kelish uchun qo'pmoq bo'ldim. Afsus, put qo'limda mag'dur yo'q. Qo'limda osma, amal bo'lmadi. Yotqanimizga qancha uzun bo'ldi? Bir kundan oshdi. Ro'shangul soatga qarab qo'yib javob berdi. Shuncha uzun yotdimmi? Ishlar qandoq bo'lib ketdi? Bo'ldi. Obdan aslanga kelib ol. Shu chaqda anglasangmi kechikmaysan. Odamni taqozo qilmay deb basangchu. U ishlarni uqmay qandoqmi yaxshi bo'la olayman. Amisi qisqacha deb beray. Sen hushsizlangandan keyin Shamsiyaning dadasi kepilnoma yozib berib saqchilarni yo'lga soldi. U odamga osonga tushmadi. Munosabat doirasidagilarga deb yurib hal bo'ldi-ku deyman. Dadangning qon besimi yuqorligini sen bilasan. Hozir yaxshi bo'lib qoldi. Shamsiyanimi sen bilan birga doktorxonaga kelgan. Hozir uxlayotdi. Men heliqi kasalliklarning oldin olish punktidagi xodimning saqchilar bilan birga paydo bo'lishidan g'ayrilik his qilib Ro'shanguldan so'radim. Saqchilar bilan birga kelgan heliqi yo'ldosh nima deb kepti? Buni so'rab qolding-ku. Sendan o'tingan bo'lay, rost gap qil. Murat degan narsa odam emas ekan. Uning bizga berganlarining hammasi saxta nima ekan? Nimaga unda qilganligini o'qib boqay desam telefonni aytdik. O'zining qarisini ko'rsatmayotdi. Saqchilarni o'zlayotdi-ku deyman. Mo'sh gaplarni qilayotganda Ro'shangulning ko'zlaridan yosh quyildi. Men hammani tushundim. Shamsiyaning kesilining saq chiqqanimi yolg'on. Beshim qiyib ketdi. Telefonim sayridi. Taslikda oldim. Ha, qandoq o'g'lon? To'y kuni to'yni bo'lsa qandoq bo'ladi ekan, ha? Oygulning dadasi bizning shahar boshlig'ining ovozi edi. Telefon qo'limdan sirg'ib tushdi. Beshim yonga asta qiysaydi. Cho'nglar Shamsiya Ro'shangullar degidek beshimni qarab o'ltirishibdi. Beshim toshdek chinqilib og'rib, ko'zimni bak tasda ochdim. Bo'g'zimga bir narsa kaplashib qolgandek gap qilolmadim. Ularmi meni boshda gap qilsgan dedim-u yoki varang churongda mening kayfiyatimni o'zgarib qolmasin dedim-u, gap qilishmay men qarab o'ltirishadi. Qarasam hammasi judab qolgandek. Bo'libmi Shamsiyaning ko'zlari o'ltirishib, o'riqlab qolgandek ko'rinib, ko'zimga yig'i keldi. O'shunga kelganingdan bizda xo'sh o'g'lim. Onam shundoq degan bo'lsa-mu, menga ko'rsatmay deb yo'shirin yig'lig'ini mendan yo'shirolmadi. Ko'zlarimni yumib oldim. Mush ko'zlarning yumilishi bilan tang azoblarim, aslimlarim tang yo'qolsgan ilohim. Bir ig'izmi zuvan surmay yo'qlab kirganlar, men qaravotganlar qarashqimi jur'at qilolmay yotganimga 4 kun bo'lganida onamning yig'ilishi, Shamsiyaning o'tkir ko'zlarining qarashlariga bardoshlik berolmay, "Ona, meni kechiringlar" degan gapni qilib, onamning bag'riga o'zimni tashlab rosa yig'ladim.
yig'imga hamma jo'r bo'ldi. Ichim ozroq bo'shig'andek qilib tomoqqimga kirishib oldim. Mening bu holatim hammani xush qilib etdi. Shundala ularning qo'li bo'shig'andek qilib menga birlikda qarashdan birdan qarashga boshladi. Bugun tushda Shamsiyaning uyidagilar onam dadamlarga arduqchi berimiz deb ilib ketishdi. Yenimda Ro'shangul qoldi. U chiroyimga raso bir sapsilib qarab atgandan keyin: Shokir, taqdirning chaqchig'ini bunchalik qattiq bo'ladi demabdiman. Sizlarning pasport, o'qish ishinglarni to'g'rilab qo'ydim. Azroq yaxshi bo'lib elib chet elga Shamsiya bilan chiqib ketinglar. Uning bu gaplarining orqasida sening ishing chatoq degan ma'no bor edi. Men nimadan qochman Ro'shangul? Qochgan taqdirda nega bora olayman? Qechib bir umr sargardan bo'lsam, ota-onam qandoq qiladi? Men degan yolg'iz o'g'il tursam, dedim. Ko'zlarimga yosh kelib, boshqa gap qila olmadim. Ko'zlarimni uningdan qochirib sirtqa qaradim. Sirtda bu yilqi tunji qor tushyotdi. Vah, ajab tayzig'u, yig'iyotgan qarga qarab kimni eslayotgansan, Shakir? O qushning sayrishimi buncha sat anglanmas. Nadin kirdi ma'u nakas. Qo'lida bir sivat gul ko'targan Oygul eshikdan kirib kelib shundoq dedi. G'azab kuchi badnimga mag'dur beg'ishlab, uning qonidan ilish uchun turib ketdim. Afsus, uning keyindan kirayotgan shahar boshlig'ini ko'rib, o'zimga haybadim. Odam degan shuncha qilin bo'ladi ekan. Ular balkim mening tomoshabimni ko'rish uchun kelgan bo'lsa kerak. Qudurlarimiz ko'rinmaydi-ku, o'g'lim. Shahar boshlig'i qudurlarimiz degan gapni xil qamlashtirib urg'uliq qildi. Uning mening kislimdan ahvol so'ramay, uyimdagilarni qudurlarimiz deb otishi meni o'sal qilish uchun kelganligini ko'rsatdi. Menmi bo'sh kelmay. Qiynotamlar mehmon qilamiz deb aytib ketgan, dedim. Oygul kulib ketib. Qaynatam dedingmi, Shakir? Bilib qo'yginki, sening qonunli qaynatang oldingda turibdi. Deb dadisini ko'rsatdi. Bu chaqda bir chat qarab turgan Ro'shangul: Bo'ldi qilsang bo'larniki, Oygul. Bu yerga kelishga qandoqmi yuzing chidigandi? Deb shahar boshlig'iga bishorat bergan edi Oygul. Ro'shangul, bu yerda sanga nima bor? Bu biz bir oylik kishilarning ishi. Yotlarning arilishishiga bo'lmaydi-ku deyman. Deb azob ichida buzilgan nervlarimni qo'zg'ab qo'ydi. G'azabim tutdi. O'yin ko'rish uchun payt tanlab, cho'nglarning yo'qligidan foydalangan mono shahar boshlig'ini qizi bilan qo'lladim. Ular akirgan gulni yo'lib ilib, "Yo'qol, iflos!" deb Oygulga qaratib otdim. Shahar boshlig'ining chiroyi qordab ketgan bo'lib, oron tinib turib: Shakirjon balam, o'z-o'ziga ozroq hay berishni o'rganib olingchi-mi? Anmagan bo'lsangizmi, qonunliq olgan xotiningiz turib, boshqalarni ustlab og'layotgan siz iflosmi yoki o'z erining boshqalarga buzilishini ko'rib o'zini qo'ldan qizim iflosmi? Her ikkiling iflos. Bo'ladi amsa. Kimning iflosligini qonun ayirsin. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda.